O'tmishda qilgan har bir gunohimiz uchun joyi kelsa o'zimizni qo'yamiz. Har birimiz gunoh qilganmiz. Har birimizni o'tmishimizda bir kun, bir soat, bir daqiqa bo'lsa ham qorong'i kunimiz bor. O'sha kunimiz uchun o'zimizni qo'ygan. Nima uchun, nima sababdan? Siz o'tmishdagi kunlaringizni xayolingizdan chiqarib yuborishga harakat qiling. Siz hozir boshqa insonsiz. Siz o'zgardingiz, siz to'g'ri yo'ldasiz. Undan chiqdi o'zingizni o'tmish uchun hech qachon qo'ymang. Yoningizdan biror bir inson ketdimi? Uni qaytarib olmaslikka harakat qiling. Chunki deganda bir marta ketgan inson yana bir marta ketadi. Yerga bir marta tupuring qani? Keyin o'shani qaytarib yalab ola olasizmi? Yo'q. Nega endi ketgan insonni yanada qaytarib olishga harakat qilyapsiz? Avvalambor siz yoningizdan ketmasin. Ketdimi? Keyin qaytmasin. Insofi, vijdoni, g'ururi bo'lgan inson avvalambor ketmaydi. O'zini sevgan yori, oilasining yonida mingtalab bahonalar ketishga topsa ham bitta sababini topadi va qoladi. Lekin u ketdi. Ketdimi? Endi qaytarib olmang va u inson qaytmaslikka harakat qilsin, o'zini o'zi obro'yini yo'q qilmasdan. Siz o'zgardingiz. Siz avvalgi inson emassiz. O'tmishingiz uchun o'zingizni qo'ymang. Hech qachon bandasiga kuningiz qolmasin. Yaratuvchi bor. Yaratuvchiga ishoning. Chunki deganda bandasi ertadan ta'na qiladi, minnat qiladi. Yaratuvchimiz esa hamisha bizni kechirgan va hamisha bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Rizqimizda, barakamizni hammasini joy-joyiga qo'yib beradi.